Bu videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'rsangiz, siz o'zingizni biznesingizga ishlaydigan marketing instrumentlardan bittasini bilib olasiz. Global faktga e'tibor beringlar. Forbes jurnalining yozishicha, biznesinglardagi birinchi marta qiziqib yozgan mijozni 97% birinchi martani o'zida sotib ola olmaydi. Agar umumiy hajmi 100% qilib oladigan bo'lsak, 97% birinchi marta sotib olmayapti. Atigi 3% gina qolyapti. Lekin bizning tadbirkorlarimiz nima qiladi? Mana shu 3% ga urg'u beradi. Sotuv bo'limiga faqat mana shu 3% ga sotishimiz kerak deb turib, behuda vaqtini va mehnatini sarflaydi. Qolgan 97% nima bo'ladi? Havoga uchadimi shunda? Mana qarang, siz odatiy usulda kontent qilyapsiz va sizni mijozlaringiz direktga yozyapti. Direktdan keyin to'g'ridan to'g'ri sotuvga urg'u beryapsizlar. Aslida bunaqa foizda 97% отказ bo'ladi. Bunaqa bo'lishining asosiy sababi nimada bo'ladi? Meni o'ylashimcha, bizani tadbirkorlar SMMchik yollaydi yoki mobilograf yollaydi, chiroyli video qilishadi, ichida hamma narsa bo'ladi. Kontentlari 200 mingta prosmotr bo'lsa, ulardan 100 ta odam yozadi. Endi tasavvur qiling, ulardan 100 ta odam yozsa-yu, peshonasiga masanga deb 1 million narx aytib tursangiz, nechtasi sotib oladi? Bunaqa tizim ochig'i xuddi teshik chelaga o'xshaydi. Suvni quyurasiz, tegini teshikligini bilmaganingiz uchun oqib ketaveradi. Keyin siz hayron bo'lasiz, nimaga chelagim suvga to'lmayapti. Siz yollagan mutaxassis sizga mijozlar oqimini qanchalik ko'p olib kelib bersa ham, siz mijozlarni istadigan avtomatik mijozlarni bazasini shakllantiradigan tizim qo'ymas ekansiz, sizni sotuvlaringiz tobora pasayib boraveradi. Dunyodagi top kompaniyalarni oladigan bo'lsak, ular yangi kontent chiqarib turib, endi sotuv qachon bo'lar ekan deb kutib o'tirmaydi. Ular asosan qo'lidagi bor dataga urg'u berishadi va ularni kontent varonkasi 4 bosqichli etaplardan o'tib boradi. Bizda Momentum agentligi mana shu sistemani O'zbekiston bozoriga adaptatsiya qilingan holatda bir nechta usulini Brandformance tizimini ishlab chiqarganmiz. Bu prosta botga ulab turib mijozni lidini olib o'tirish emas. Bu butun boshli arxitektura. Men sizlarga hozir mana shu videoda ulardan bitta donasini sodda qilib tushuntirib beraman. Birinchi bosqich zaxvat, ya'ni lead generatsiya. Biz to'g'ridan to'g'ri mahsulotni sotmaymiz. Biz mijozni og'rig'ini yaxshilab analiz qilib, bilganimizdan keyin o'sha joydan ushab turib, unga yechim berishni taklif qilamiz. Masalan, unga yechim bo'lishi mumkin. Biz unga o'sha mahsulotni yoki o'sha muammosini bitta videoga joylab turib berish. Odamlar bu videoni olish uchun avtomatik qurilgan tizimimizga kiradi va biz ularga bepul qiymat berishimiz evaziga bizga kak baza bo'lib shakllanadi. Ikkinchi bosqich bu segmentatsiya. Bu asosan kelayotgan mijoz oqimini filtrlash jarayoni bo'ladi. Bu bizga u bekorchi yoki haqiqatan bu mahsulotimizga qiziqyapti degan filtrdan o'tishga yordam beradi. Undan keyin bo'lsa bizda 3-bosqich keladi. Bu bosqichimizning nomi giperpersonalizatsiya deyiladi. Agar mijozda puli bor, lekin sotib olishga hali tayyor bo'lmasa, shunga qarab turib biz qurgan tizim uni sotib olish darajasiga hali yetmagan varonkaga soladi va doimiy isitish qozoniga tushadi va u yerda biz mijozni isitish jarayoni boshlanadi. Misol uchun keyslar, natijalar, biz bergan qiymatlar va mijozlarimizning odzivlari bo'lishi mumkin. Ular sizni professionalligingizni ko'rib, mijozlarning odzivini ko'rib, qiymatlar olib, tobora pishib boradi. Va nihoyat bizda 4-bosqich va bu bosqichning nomi kvalifikatsiya qilingan sotuv deb ataladi. Bu bosqichga faqatgina yuqori ball olgan, rostdan ham bizning kimligimizni, qiymatimizni, professionalligimizni ko'rib, ishonch hosil qilib kelgan odamgina shu bosqichgacha yetib keladi. Eng qizig'i, bu auditoriyani har bitta qadamini siz ko'rib, bilib, o'lchab turasiz. Endi matematikasini ochiq qarasak, eski agar usulda ishlayotgan bo'lsangiz, 100 ta xabardan 98 tasi g'irt bekorchi bo'ladi. Narx qancha ekan, voy bunaqa ekan, voy bunaqa ekan degan noliydigan mijozlar. Ularni mijoz demasak ham bo'ladi. Hali tayyor emas bo'lgan mijozlar. Endi biz siz bilan gaplashayotgan Brandformance tizimini, matematikasini oladigan bo'lsak, shu etaplardan 10 ta dona mijoz o'tsa-yu, ulardan 6 tasi aniq sotib olishga tayyor mijoz bo'lib tushadi. Lekin esdan chiqarmaylik, biz yuqorida gaplashgan Brandformance arxitekturasi biz qura oladigan modellardan bitta donasi xolos. Bunaqadan o'zi bir nechta bo'ladi. Lekin bu sizni biznesingizni turiga, nishasiga, auditoriyasiga juda ko'p narsalarga bog'liq. Buni hammasini bitta videoga sig'dirish imkoniyati yo'q. Shuning uchun har bittalar bilan bog'langanimizda diagnostikada bemalol buni individual ko'rib chiqishimiz mumkin. Xo'sh, gapni ochig'i va
indallosga keladigan bo'lsak, sizda hozir ikkita variant bor. Birinchisi, mana shu yuqorida aytib o'tgan narsalarimni hammasini siz o'zingizning biznesingizga mana shu videodan foydalanib turib yo'lga qo'yishingiz mumkin. Yokida o'zingizlarning komandangizga mana shunaqa qilishimiz kerak ekan deb turib, bemalol aytib turib, texnik zadacha qilib berishingiz mumkin. Lekin bitta narsani ogohlantirib o'taman, bu arxitekturani sizni jamoangiz yoki siz o'zingiz oxirigacha tushunmagan bo'lsangiz, mantig'ini hali yechimini bilmasangiz, siz tayyor turing, bu narsada ko'p holatda ошибкаlar chiqishi mumkin. Ya'ni xatoliklar bo'lishi mumkin va bu xatoliklarni to'g'rilayman deb kamida 2-3 oy vaqtingizni behuda va boshqaruv bilan ketishi mumkin. Ikkinchi variant bo'ladigan bo'lsa, bu bizning diagnostika suhbatimiz orqali hal qilish. Suhbatimiz jarayonida biz sizni biznesingiz ichiga kirib, sizni полностью o'rganib, sizga mos keladigan brainstorming tizimini va voronkalarini ishlab chiqamiz. Disclaimer, e'tibor berib turing, agar sizda komanda bo'lsa-yu, lekin buni yo'lga qo'yib beradigan, boshqaradigan arxitektor bo'lmasa, buni sizga shaxsan o'zim offline dasturimda o'rgata olaman va bu dasturimiz 1 oy davom etadi. Bu haqida ham batafsil ma'lumotni diagnostikada gaplashamiz. Diagnostika davomida siz biznesingizga ishlaydigan strategik chizmalarni olib chiqib ketishingiz mumkin. Demak, yo'qotadigan hech narsangiz yo'q. Mana shu videoni tagida knopka bor. Uni knopkani bosib turib, qisqacha savollarimiz bor. Savollarga javob berasiz va o'zingizning ismingiz va telefon raqamingizni qoldirsangiz, biz sizga aloqaga chiqamiz va diagnostika vaqtini belgilab turib, onlayn ochiq suhbatlashamiz. Nima bo'lganda ham o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, biznesingizga rivoj tilayman. Meni yo'qotib qo'ymanglar. Ko'rishguncha.